Pol komandiri, qaytib keldingizmi? Deyilon nimalar dedi? O kelibli açıqlab ketdi. Askarlarga qo'l tekkizdi. Qaraganda Daxu bozorining ish uchun kelganda qiladi. Onun kilidağanlığını burilib təmliga aydın. Ziyan tartışını xalamaydigan, foydani o'ylaydigan ablah u. Agar u kelmasa, Deyilon bo'lmay qoladi. Biz qanday qilamiz? Qanday qilamiz? Tamoq yegach aroq ichimiz. Mana shundaq. U nada? Qubulxonada. Yiroq joydan do'stimiz kelsa, uningdimi xushallanarlik ish bo'lamdi. Yuringlar, kirib ko'rib baqayli. Salom! Yo'ldan birodar. Yo'ldan birodar, sizni qattiq sevgandim. Yo'ldan birodar, bir kun ko'rishmasak, 3 yil ko'rishmagandek bilinib ketdi. Qani o'tiring. Yönfe birodar, bu gapingizga ishonaman. Meni cho'qim sevgandingiz. Tushingizdimi, meni tushab turgansiz? Birodar, bo'lgandan keyin albatta eslab turamiz-da. Yo'ldan birodar, yaqinda bilan ahvolingiz qandayroq? Ancha yaxshi emas. Birisi ko'zimga tikan tiqavassa, yaxshi bo'lamdi. Kimkan o? Meni Yo'ldan birodarim bilan o'chakashgan. Menga bir dana. Ko'nglimni aytdi yerim. Bu ishni boshqa birisi qilgan bo'lsa mayli etdi. Lekin Yunfe birodar ikkimizning munosabati qandaq munosabat? Biz degan al-og'ina turib, men yo'shirin zarba bersangiz, men nima deya oldim? Azoblanmoqdan boshqa amalim yo'q-da. Yo'ldan birodar, bag'an siri gangrab qilyapman. Qaraganda mendan norozi o'xshamamsiz. Qandoq gapingiz bo'lsa, davamamsiz. Sizning 2 batalyoningiz mening elkimdagi yerga chang soldi. Men bek tanqisliqda qoldim. Rostini desam, topchilar batalyoningiz xeyli bo'ladi ekan. Hammasi Germaniyada ishlangan tog' minamyoti bilan qurollanibdi. Ularni ko'rib ishchim rostini qaynab ketdi. Odatga chaq bo'lgan bo'lsa, ko'z qirimni sanmaydim. Lekin hozir sizning topchi askarlar batalyoningiz ko'z oldimda tursa, ishtahoyim ichilmay qoladimi? Agar u lo'q go'shtni qattiq qilib yemassam, sizga 100 kelanmay qolamanmikin deb qoldim. Shunga qismingizning Daxu bozoriga kirganligi meni nomard deb gumon qilgan emasmi? Yo'ldan birodar, aslida mush ish uchun beram bo'pti sizda. Kechiring. Meni kechiring. Bu aslida mundaq ish. Polkimizning 2-urush rayonining qo'mondonining buyrug'iga asosan Daxu bozoriga kirgan. Buyruqqa bo'ysunish harbiyning muqaddas burchi. Men faqat yuqorining buyrug'ini ijro qildim shu. Birodar, agar men bir batalyon askarimni polk shtabingizning yeniga o'rlashtirsam, xush bo'ladigan o'xshamamsiz. Yo'ldan birodar, chaqchaq qilib o'tamsiz. Bu mumkin bo'lmasmiki? Karvatimning yanida boshqa birisi uxlasa, qandoq bo'ladi? Amsi mening karvatimning yanida bir topchilar batalyoni bilan piyoda askarlar batalyoni uxlasa, meningmi uyqum qochmamdi. Yo'ldan birodar, al-og'ini turib, undaq kichik ishlar uchun ta'tir qarishib yursa, qandoq bo'ladi? Bundaq bo'lsin. Men sizning fikringizni 2-urush rayonining qo'mondoniga ma'lum qilib, qo'mondonning 358-polkqa Daxu bozoridan chekinish to'g'rilab buyruq tushirishini talab qilay. Buyruq tushgan aman, so'zsiz qo'shin chekindirma. 2-urush rayonining qo'mondonini men tonigan bilan u meni tonimaydi-da. Ondaqda armonga tushliq darmon yo'q bo'ldigan bo'ldi-da. Birodar, acaba bu ishni maslahatlashib beqishning o'rni qolmadimi? Yo'ldan birodar, kechiring. Rostilla qolmadi. 大好，我告辞了。哎，别走啊，吃了饭再走，咱们好好喝几杯。岳飞兄，
To'xtanglar! Nima ish qilyapsan? Nima deb yo'lni to'sib olsan? Darhol yo'lni bo'shat! Kechiring begim, mana ko'rib turibsiz, harvamdan o'qimiz sulib ketdi. Menmi tit bo'layapman. Begim, yaqin atrofda biror mahallami yo'q ekan. Xafa bo'lmay harvamni ishtirib berasizmi, ha? Arvonni men ishtirib beramdim. Shu kelib qopsan. Men vazifa ijro qilyapman. Quruq gapni oz qil. Birodarlar, men arvonni ishtirib yuringlar. Bu qimirlashma. Qaysing midirlasang shuni etib tashlayman. Anglashdingmi? Tez qurol tashlash, tez! Tez bo'lash! Tez! Tez qurolni tashlash! Çö! 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 Sen bu yoqqa kel. Digina, sen qaysi qismdan? Begim, ben Jinsiy armiyasi 358 polkdan. Chuyinfining qismidan ekansan-da. Bizden polk komandirim To'layev keladi. Soltek, akan qarg'ay. Qo'lidagi quroldan boshqa hech nimani tonimaydi. Qani ayta, orvidagi nima? O'q-dora, kiyim-kechak va oziq-tulik. Sizlarning cho'pini komandiringga bu narsalarni meni ep ketdi deb qo'y. Begim, rahim qilgan boslar. Men qaytib borgandan keyin nima deb javob berman? Yana ko'tildaydigan bo'lsang, mingning qitig'ini chiqarib o'taman. Yo'qol, yo'qolish. Polk komandiri. Necha kunning oldida mustaqil polkdan o'tganda Leyolon polk komandirini ko'rgandim. U sizni so'radi. Nim dedi? O sizlarning polk komandiri yanada bo'yda yurvatamdi deb so'ragan edi. Men bizning polk komandiri hukumat ishi bilan aldirash bo'lg'achqa, u ishlarni o'yladik cho'lisi yo'q desam, u bo'ldilar demay. Desam cho'qim tillaysiz. Degina, o Soltekning og'zidan yaxshi gap chiqmaydi. Da'vatimi? Da'va. O quruq gap. O degan ko'ngilning bahonasi, uning xotin topalida karomati yo'q. Odati nochilik qilgani bilan qizlarni ko'rganda titrab gapmi qilolmaydi. O ishni unga tashlab bersak, o'zini qila olishidan umid yo'q. Qarag'anda tashkil o'tirib chiqib bas bo'g'dek dedi. Ha, xo'p yapti. Uning ahvolim tayinliq qo. Yaqinda xotinib turibdi. Bo'ldi. O Soltekni hargiz bosh qo'yib o'tmayman. Mayli. Chu. Polk komandiri, qarang. Yo'qlar, qarab baqaydi. Chu. 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 To'xtanglar. Sizlar qaysi qismda? Doklat boshliq. Biz Jinsiy armiyasi 358 polk transport aktivitidan. Men 8-armiya yangi 2-polkning komandiri Kunje bo'laman. Sizlarning 358 polk bilan do'st qo'shin bo'lamiz. Qani oldirmay so'zla. Nima ish oldi? Doklat, boya yo'shirin zarb ko'chirdik. Moddiy ashyolarni bulab ketdi. Polk komandiri bizga yordam qilgan bo'lsangiz. Kimlar biladi? Qiyinchilikdagi shebovchi. Bu qaraqchilar yapınlıqda qabul turish ishlatadigan narsalarning bulashib petinigini. Rastıllı satqınladınmı aşırı tuttu? Qachon shundoq bo'ldi? Tehiylilar. Polk komandiri bizga yordam bergan bo'lsangiz, ular oldi tarafda. Atlı askerler o'tsa, darhol qo'g'lab berib, o qaraqchilar to'sinlar. Hop! Birodarlar, yuringlar! Chu! 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 Birodarlar, yetishmanglar! Ataman! 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 Arkamızdan artık askerler qo'llab kelyapti. Aka, Jinsiy armiyasiga qo'g'lab kelgan o'xshaydi. Chekinaylikmi? Chekinamiz. Endi bu narsalarni qanday qilamiz? Texi endi qo'limizga kirgan tursa, mushundaqda tashlab ketamizmi? Ay. Jinsiy armiyasining askarlari emasdek turdi. Qara. Otliq askarlarning hammasi kulrang kiyim kiyyapti. 8-armiyaga qilavermayman. Bu 8-armiya bilan bir o'ch adovatimiz bo'lmasa, ular
Cho'yinpuyga yordamga kelmagandi o, ha? Birodarlar, qurolinglarni tayyorlanglar. Mening buyrug'imsiz hech kimning o'q chiqarishga ruxsat yo'q. Yo'q, bola. Pekir, Xo'yinjilg'isidagi Shebovchin bo'laman. Birodarlar, qaysi qismdan bo'ladi ekan? 8-armiya yangi 2-polkning komandiri Ko'ngje bo'laman. Shaytaman, nomingizni burunli anglagan. Menma Ko'ngpolik komandirining muborak nomini anglab kelayotganimga uzun bo'ldi. Sap bo'ldi. Ko'ngpolik komandiri, bir ishingiz bormi-te? Cho'ng ish yo'q. Ataman, do'st armiyamizning narslarini bulabsiz. Men do'st armiyaning o'rnida u narsalarni ag'li keldim. Qandaq? Yuzimni qilasiz? Ko'kilik gapda bu. 8-armiyaning qanchalik yuzi bo'lmoqchi? Hammamiz o'z yo'limizga mangayli. Biz mush ishning neni yeydigan odamlar. Sizlarning yuzinglarni deb birodarlarimizni och qo'ysak bo'lmas? Ablah! Bizdan Ko'ngpolik komandiri shunday gap qilib petni o'tamsan, jonda to'g'ri o'xshamamsan. Bilmoqchi, tayyorlan. Haddingda oshma. Ko'ngpolik komandiri, jahon ma'lumon bo'g'achqa birodarlarim bilan amalsiz shunday qilyapmiz. Bo'langchilik qilish bizning jon boqadigan birdan bir yo'limiz. Ha? Bo'lmasa birodarlarim bilan shamol tutib yemdoq. Ko'ngpolik komandirining bizni kechirishni umid qilaman. Ha? Men Shebovchin aqlli odamlarga yapti gap qilmayman. Men markaziy armiyaninkini, Alvastlarninkini, jinsiy armiyasininkini bo'ladim. Lekin men shundoq deb mayda qaqalaymanki, Xo'yinjilg'isidagi birodarlar azaldan 8-armiyaning narslarini bulab boqmadi. Ha? Ko'ngpolik komandiri bularni e'tirof qilasiz? Deganingizga rost. Sizlar 8-armiya bilan qarshilashmadinglar. Xo'yinjilg'isidagi birodarlar Alvastlarga yoshirin zarba bergan. Shundoq bo'g'achqilar bugun sizlarga adab bilan muomala qilyapman. Undaq bo'lmagan bo'lsa, hammanglar qilichimning ostida jon beratdinglar. Ko'ngpolik komandirining demakchi bo'g'ini bugun bizning bir qo'sh qinimizdan kechidi ekansizda. Shundoq. Lekin narsalarni 358-polkqa qaytarib bersizlar. Hozir yapon bosqinchilari qarshi turayotgan chaq. Butun Jungodagi yapon bosqinchilari qarshi qurolli kuchlar rayon, mazhab deb ayrilmay, hammasi bir niyatda yapon bosqinchilariga taqobil turayotdi. Jungodagi yapon bosqinchilari qarshi qurolli kuchlarning hammasi 8-armiyaning do'sti. Siz mana shuning ishida. Bu degan milliy g'urur. Kimdi-kim yandan pichoq ko'tarib, yapon bosqinchilari qarshi do'st armiya qo'l solmoqchi bo'lar ekan, hammasi 8-armiyaning dushmani hisoblandi. Qaytirib hamsakchi. Hammanglarni yo'qitamiz. Xo'p. Ko'ngpolik komandiri eg'iz ochgan yerda men Shebovchin namartlik qilsam bo'lmas. Birodarlar, narsa keraklarni qo'yib, askarlarni yig'inglar, taqqa qaytimiz. Ko'ngpolik komandiri, keyin ko'rishamiz. To'xtang. Ko'ngpolik komandiri, yana nima ish bor? Ataman. Bir necha eg'iz gapim bor edi. O'ylish boqasiz. Bilishimcha, siz mukammal oilada cho'ng bo'lib ekansiz. Ayni chog'da zo'migarlarning zulmiga chidamay, mushu yo'lga kirib ekansiz. Yapon bosqinchilari qarshi urush boshlangandan buyon sizlarning Xo'yinjilg'isidagi birodarlar Alvastlarga ko'p qatim yoshirin zarba berdi. Milliy g'urur jihatda hargiz mujmallik qilmadi. Demakchi bo'g'inim, Ataman, Tavtraning kelgusini o'ylamasangiz bo'lmaydi. Tavtrada Ataman bo'lib turish uzunga asqatadigan chora emas. Ko'ngpolik komandiri, qanday taklifingiz bor ekan? 8-armiyaga qatnashib, Alvastlar birlikda taqobil turish. Bu mening taklifim. Ataman, qaytib borgandan keyin obdanroq o'yinni paqasiz. Men har vaqt xabaringizni kutaman. Ma'qul. Men o'yinni paqay. Mayli. Polk komandiri. Polk komandiri, transport atriti hilal qaytib keldi. Ularning deyishicha, yarim yo'lda Xo'yinjilg'isidagi qaroqchi Shebovchin yoshirin zarb berib,
Moddiy eşyalarni bulab ketibdi. Elim yaxshi 8 armiyadagi Konjening otliq askarlari uchrab, moddiy eşyalarni qaytiribdi. Narsalar nerede ekan? Konjening qo'lida. O darhol qaytirib beramiz debdi. Xudoga shukri. Elimi yaxshi yo'lga uchrab qolmabdi. Bo'lmasa yangilik narsani qaytirib olamiz deb xomxiyol qilmasak bo'ladi. Konje xili odamgarchilikni biladi ekan. Shebauchon degan u mutaham bağan sirhadidan aşqılı turdi. Mening narsalarni bulashib ketinig'inni. U ablah jinidan turgan o'xshaydi. Hey, Lavle. Ağındarchilik yaramaydigan nima ekansan, Juma? Ün-tinsizla Noy bozorga hujum qilibsan. Bundaq foyda oladigan ishni Lovkning ishimizga tinibmi qo'ymabsan? Hey, bundaq yolg'iz qo'saq to'g'risini qachondan beri o'rganib olding? Ha? Biz mo alvaslarga to'sib bizlarga badoq. Shuningga loyiq to'lan bermasang bo'lmaydi, Juma. Çatak yok. El ağınla otursida şunca ola deyishkitamdi. Oldimga bir kapam oshkasi 20 albat sizlarning bo'ladi. Bizgacha azroq tapiliq qilsanglar bo'ladi. 92 tiplik perimetrdan 4ni, yeni perimetrdan 8ni, minamometdan 4ni basanglar bo'ldi. Bu baho adil bo'lganda? Bo'ldi. Mening haqqimni Lavdoning to'la o'xshash bo'lsin, oz bo'lsinmi, jiq bo'lsinmi bo'lmaydi. Nima bo'ldi? Bo'lanchilik qilaydi otamsizlar, ha? Meni Bayg'o'jan deb qoldinglarmi ya? Mustaqil polk vakolati shuni tantanlik jakalab qo'yay. Pul desanglar yo'q, jinimni olaman desanglar bermayman. Qaranglar. Nimanda qushqimsan? Bu soltaknicho, men hammadan bak tushunaman. O'cho, ilibnini o'ginib, bani o'rganmagan. Girtishini tepib olsa, xuddi oltin tepib olganda qo'yniq silib, biri ishki bo'larmikin deydigan piqsiq deyman. Qani, Lavle, xo'sh. Qani. Endi o'z gapimizga kelayli, ha? Uchinglarni asosiy haraq ishkili. Yana 3 bo'lakning hamkorlash masalasini maslahatlashga chaqirgan. Agar mushu 3 bo'lakni birlashtiradigan bo'lsak, muntazam bir diviziyadimi kuchlik bo'ladi. Bugun biz muzokara qiladigan masala mubodi bir ish yuz berib qolsa, bu 3 bo'lakqa bir tutash qo'mondonlik qilish masalasi. Turibdi. Lavle. Nima demaksan? Nimaga bir tutash qo'mondonlik qilmoqchi? 8-armiyaning bosh qo'mondonlik shtabi tursa, biz nimaga bir tutash qo'mondonlik qilamiz? Boshqarishni boshda boshqurdi. Lekin bizning aloqalash vositalarimiz nachar emasmi? Mubodi bir ish bo'lib qolsa, yo'l yo'riq so'rashga ulguramasak, 3 bo'lik birlikda harakat qilmasa qandoq bo'ladi? Hey, Lavle, sen zodi nima demoqchi? Lavding ishimizga qo'mondonlik qilaman demaydigansan? Aman, bir bosh bo'lish kerak-da, ha? Stajni desak, Lavding askar bo'lganda, men 10 oylik peshqadam askar bo'lib qolgan. Bunisi rostmi? Qara. Konjeni demisanmi bo'ladi? O ko'say miltiq ko'tarib yurgan chaqda men pilotning egisi edim. Selishtirdigan bo'lsak, Konjeni yangi kelgan desak bo'ladi. Qo'llaringdan o'rgilaysan. Hey, ismonning nimaligini unutib qolmagansan. Uni bilmagan odam Sichuan Shanshi basining mas'ulimikin deb qoladi. To'g'ri. Kichkina turib, amal tamasi etib cho'ngima buning. Agar uni birasi o'stirmasa, o'zini o'zi o'stiradi. Hey, ishimiz nima deb sening qo'mondonligingga bo'ysunga dekmas? Ha? Kallangning taratqachidek bo'lganligi uchunmi? Hey, taratqachini nima ishlatdi? Lavle undaq demakchi emas. O ishkinglarga qandaqmi qo'mondonlik qila oladi? O foydasini ko'rib qoldi. Bu qatim Noy bozor hujum qilganda ishkinglar bu ishning tektatini obdan tushungachga o'zliginglardan jangga qatnashdinglar. Natijada bu jangga nurg'un qo'shin aralashdi. Lavle ishkinglarni harqichga taklif qilib, tajribalarni yakunlasak degan. Shanshining g'arbiy shimoldagi yemirilmas 3 burjakni mustahkamlasak bo'lmaydi-da. Okon, yaqindan buyon qachonli qarsi atrofimdan agib ketamayapsan. Nimaga aldirash yuraysan? Mening yerim kelib qo'shoningni kengaytgan yo'qdi. Necha kundan oldida Xeyun jilg'isidagi Shebauchon Cho'yinfening moddiy ashyolarini bulab tugan o narsalarni men tatib oldim. Moddiy ashyolar nada? Cho'yinfe qaytirib bermagansan? Mening elimda tek qaytirib bermadi. Nima bo'ldi? Bek yaxshi oldi. Nimadan ham qilsam shu tayyor. O moddiy ashyolarni Cho'yinfe qaytirib bermay tur. Necha kundan buyon Cho'yinfeni qanday qilib yo'l qishqa dastasam bo'ladi deb yuratdim. Lavle, qaramliq qilma, ha? Jinsi armiyasi bilan so'rkilish paydo qilmay yurayotganimizga xilaf bo'ldi. Kallang qizib ketib, bir ish qilib qo'ysam bo'lmaydi, Juma. Shundoq Lavle. Hozir Gomindan bilan kompartiya hamkorlashayotgan mas'ul. Hammamiz birdek tajovuzchilarga taqobil turyapmiz. Hozir Gomindan qo'shinlar bilan bo'lgan munosabat emas, qilming ustida turyapti. Shunga ba'zi ishlarda bir ko'zimizni qisib olganimiz yaxshi. Taqmitiq taqobil turgan ishni qilsak bo'lmaydi. Voy,
Komissarlarım, men sizlarni man siyosiydin dars o'tib beramiki deb chaqirmagan. Cho'yinfening bir tal yo'g'on mixi ko'z oldimga qadaldi. Kelinglar. Qaranglar, bu Dago bozori. 358 polotning 2 batalyoni mening tabayimga o'rlashdi. Ko'rdinglarmi? Bu degan mo'yim qatnashdugini, oldi tarafdan tuzlanlik kirgini, keyin tarafdan taq chekinib mudofaaga o'tkil bo'ladi. Agar bir ahvol bo'lsa, Cho'yinfe bu yana har vaqt 2ga bo'lib meni yetim qoldira oladi. Aslida mundaq ekan-da. Cho'yinfe bu qatam ajallik yadini tutibdi. Nuqtani aytib to'g'ri tepibdi. Dago bozorining o'rni haqiqatan ajallik yad ekan. Odatda bilgili bo'lmagan bilan Mubadi komindan bilan tirkishib qolsak, Cho'yinfening 358 polki cho'qim foydali o'ringa o'talaydi. 眼光放得很远呐，抗日战争还没有结束，他已经考虑下一场战争了。来来来，坐坐坐。所以 Ha, qani o'ltiringlar. Men Liyullong uning bilan ustunlik talashmoqchi emas. Bu ablahning bu chorasi odatdagidek belingini bilan amaliyotda nihoyat xatarlik. Ha, u meni savossiz deb o'ylab qolgan o'xshaydi. Necha kundan buyon uning qandoq taqobil tursam bo'ladi deb beshim qaytib turadi. Haq bizga chekilmasa, biz mi haqqa chekilmaymiz. Bizga chekilmoqchi bo'ladi ekan, biz mi jim turmaymiz. Cho'yinfe Dago bozoriga o'rlashib, garchi bizga xavf paydo qilgan bo'lsa-mu, lekin ikki taraf texi bir-biridan yuz o'rgani yo'q. O qo'l tekizmaguncha biz qo'l tekizsak bo'lmaydi. Bo'lmasa surkilish paydo qildi degan javobgarlikka tortilamiz. Men ochib bunday qilaylik. Birinchidan, Cho'yinfe Dago bozoriga o'rlashgan bo'lsa, u ikki batalyonning oqsiyat ta'minoti mayli qaysi tarafdan bo'lmasin, uchimizning mudofaa rayonidan o'tmay qolmaydi. Bu mo yaxshi bo'ldi. Biz mo chazi quraylik. Bir nechini ortiq qilsak bo'laverdi. To'g'ri. Bu yo'l mening. Bu daraxtni men qo'ygan. O'tmoqchi bo'lsang, yo'laq topshir desak bo'ladi. Ikkinchidan, Kunjening qo'lidagi moddiy ashyolarni dasmay qilib turib, uning bilan suhbat olib berib, askar chekinishga qistaymiz. Uchinchidan, askarlarni ko'plab ajratib, Cho'yinfening 2 batalyoni o'rlashgan joyning 4 atrofiga o'rlashtiramiz. U atganlik mashq chiqsa, biz mi chiqamiz. Ular mashq qilsa, biz mi mashq qilamiz. Oralig'imiz yaqin turibmi, aloqa qilmaymiz. Moshundaq besim paydo qilib, uningga o'zining 2 batalyonning oldimizga qo'yilgan lo'qqish ekanligini, qachon yigimiz kelsa, shu chaqda yedigan xavf paydo qilamiz. Ha, obdan gap bo'ldi. He, Lodan. Sen rastla qaltis maslahatchimi? Hajab men bilan o'xshash o'ylabsan, ha? O'tib bora. Obdan anglab tur. Men Dago bozorining atrofiga 3 batalyon askar o'rlashtirib, uni qismoqqa elib midirlanmas qilib qo'ydim. Cho'yinfening atvoliq topchilar batalyoni hamon bir kuni mening ilkimga o'tdi. Ay. Lola. 3 batalyon askarning hammasini ishlatdingmi? Askarlarning beri shunchalik tursa, Mubadi alvaslar bazanga bostirib kas qila qilsan. Qo'limda qanchalik askar borlig'ini bilamsan? Desam, cho'chib ketasizlarmikin? Sizlarga deb beray, ha? Ozma emas, jiqma emas, 8 batalyon. 8 batalyon? Ha xudo, men sening bu yil foyda olganligingni bilmas, lekin sening bundaq qushdan tutib berib ketganligingni o'ylabmi baqmatdiq. Qo'shinning ozg'ini kam 3 ko'payibdi-da. Shundoq, poliki bevos qarashliq rota, muhofazachilar rotasi, otliq askarlar rotasi, razvedchiklar rotasi buning ichida emas. Hozir men ismi jismiga loyiq pomishik puldorga aylandim. Qolgani pomishiklarni yo'qotmasak bo'lmaydi. Qani. Ne bo'ldi? Ne bo'ldi? Ha? Ne bo'ldinglar? Men shulda deyman. Liyan batalyon komandiri, soat texi endi 6 bo'pti. Turishga yana yarım soat tursa, yarım soat bo'ldir qanday chelishqa siz buyruqqa o'xshamabsiz? Nima deyapsiz? Menmi gangirab qoldim? Men taksini qasda o'rlashtirga o'xshay debdiman. Kavaychi! Kavaychi! Kavaychi chaqiringlar!
Qandaq degan gap bu? Başliq, men chaqirganmidingiz? Uxlaverib erishib qoldingmi? Seni kim muddatdan beri qanachasini dedi? Başliq, men chanmadim. Sirtkilar chelyapti. Bizga nihoyat yaqin joyda o'xshaydi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Chaqqan shu tep kelinglar. Tez chiqib qarab qarayli. Ular, tez. Dikkat! O'tirib, o'tirib. O'tirib, qo'yib. Qadamlar, marş! 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Yugurib, marş! 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Orada dur! Rahat! Dikkat! 8-ci armiyla qo'shildirib biz turgan joyning sirtiga urilashga o'xshaydi. To'raga kashqila kagandek turdi. Ajab qilmisidi kepda. Bizmi sezmay qapdiq. Elim yaxshi, alvastlar emaskan. Xahmo, bizda deb kelgan gap. Shuni mis qilmadingizmi? Deyillar bizga hayva qilyotdi. Bu bizga qaydiganlik emasmi? Bizning soat 6:20 da turganligimizni bilib turib, soat 6da kanay chapdi. Qarang, bizning askarlarimizmi ular bilan tang yig'ildi. Hozirla polk shtabiga doklad qilay. Mayli. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vay! 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 Vay vay! Telefon ulanma atıdı. Bu cho'qim Lion'ning o'ynayotgan o'yini. Bu yıllamasa. Tasımı bir. Bayıkuz tupaqdan ularning odami az emaskan. Bir puli kagidek turdi. Ha? Bir puli? Bu. Bundaq jiq askarni ular nereden tapqandı? Mümkün emas. O'zingiz qarab beqing. Ular to'g'risiga 4 rat qator bo'pti. Osonlik hisoblag'ili bo'ladi. Birader. İkimiz bir polk 8-ci armiya askarini qo'rshavida qapdiq. Ahvolimiz intayin xatarlik. Long bizni har qacha yevtalaydi. Shundoq, agar bir to'qinish yuz berib qolsa, topchi askarlar batalyonining jangovarligi bir rot piyoda askarchilikni bo'lolmaydi. Arlig'imiz shundoq yaqin tursa, yo to'pqa ishtirib ketgan bo'lmasa, Polk shtabiga darhol xabar jo'natib ahvolni ma'lum qilish kerak. Bo'lmasa, kechikib qolamiz. elimi kechikdiq. Lion'ning telefon simini uzib o'tgan yerda xabarchi askarni to'smay qolibdi. O'lmagan jonda umid bor debdi ekan. Xabarchidan bir nechini olib qabatayli. Bir ikkisi bisib chiqarsa ajab emas. Pol komandiri, axborotchimizning deyishicha, jinsiy armiyasdagi Cho'yinfi ofitser askarlarini to'plab qo'shinlarni yig'ib etibdi. Xiyinchilikdagi qaroqchi Shebovchangni qo'shab yo'qotishga tayyorlik qilayotgan o'xshaydi. Cho'yinfi beklar hayish odam edi. Uning ochiqlanganini ko'rib boqmagandim. Bu qitim Shebochang uning ochiqini keltirgan o'xshaydi. Xiyinchiliklarning chiqib tekilib bo'lmaydi. Yer shakli aslida xatarlik. Shebovchang u yerda jonbek qolgani 7-8 yil bo'ldi. Yapon bosqinchilariga qarshi urushdan burun amalli qo'g'dash polki ularni yo'qotmoqchi bo'lgan. Lekin hammasi chekindirilgan. Kimning hujum qilganligiga qaraydigan gap. Gomindanning amalli qo'g'dash polkinimi qo'shindigili bo'lamdi. Ularning ahvoli qaroqchilarnikidan qilishmaydi. Shundaq, Shebovchang mustaqil politikalarning chiqib tegishga petinolmaydi. Bo'lmasa unda xiyinchilikni uni bo'lsin tuzlaytatdiq. Pol komandiri, Cho'yinfining qismi xiyinchilikni berishda bizning mudofaa rayonimizdan o'tishi mumkin. Ular yo'l bitib beramdi qandaq? Nima deganing bu? Cho'yinfi bir polk askar to'play olsa, ashuni o'zi cho'ng ish. Uning yo'l bo'shtib berish degan gap yo'q. Uning bir piyoda askarlar batalyoni bilan topchilar batalyonini men qamal qilib qo'ygan tursam, u nemisi bilan Shebochangga hujum qiladi? Saqlab turayli. U hamon oldimga yolvorib keladi. Ha? Yo'ldosh, bugun ajab chos qo'yapsizlar. Tunigan yo'q-ya? Düşmanlarning ba'zimizga kirib kelishidan mudofaa ko'rish uchun shunday qildik. Amiz tekshirmabsizlar. Men tek yo'lga chiqmasam bo'lmaydi. Tekshirmasak bo'ladi, o'taverang. Tekshirmaydigan odam chos qurib nima qilsizlar? Nemanda gipos to'lasizlar. Darhol yo'lingizni menlar.
Geldi. Dikkat. To'xta! Ne iş qildiq odam sen? Bu ya qara, şunu so'rash ketamdi. Ma'u sol tekne, ben savaşsız. Gezib alding nima o? Nemanda og'zingni buzsa, 8-armiyadaga qanchilikdi? Atdin tusha. Nima qilmoqchisan? Lerto, Oldi tarafdan manevr bo'lyapti. O'sang bo'lmaydi. ketsam qo'l bo'ldiganda? Yo'q, keyin tarafdan bo'lyapti. Mushat turibdi. Manevranglar qachon oxirlashidi? Bilmaymiz. Yavaşlık bilan mushada jim tur. Pol komandiri. Ahvolda o'zgarish bo'ldi. Bir ish qilgandek turdi. Legon birodar, aldırmay so'zlang. Osmon o'rnib tushmaydi. Bundaq ish. Dago bozoridagi batalyonlarimizning polk shtabi bilan bo'lgan aloqasi uzilib qoldi. Tugagandan hozirgacha Dago bozoriga tutishadigan telefon simining hammasi uzilib ketibdi. Hozir Dago bozorining ahvoli aniq emas. Nima ish qilishga odam avatmidinglar? Atigandan beri xabarchi askardan nechini avatdim, lekin hozirgacha birisini qaytib kelmadi. Men Liyolong o'tirdi o'yin o'ynayotgandikin deb gumonlanyapman. Cho'qim shu. Birinchi batalyon bilan topchilar batalyoni telefon ulanmaganligini sezsa, cho'qim odam avatib polk shtabi bilan aloqalashadi. Hozirgacha odam kelmaganiga qaraganda Liyolongning odamlari tutib qolgan o'xshaydi. Liyolongning Dago bozoridagi qo'shinimizni rastlayapti bormidi? Ondaq bo'lishini atayin. Gerçi hozir 8-armiya bilan qo'l silishmagan bo'lsaqmi, lekin avval o'q chiqarsak bo'lmaydi. Hozir ishga urush qilgan vaqt emas. Ishga urush bo'lib qolsa, alvaslar to'ppisini osmonga atadi. Liyolong bu nuqtani bilmay qolmaydi. Emas u nima qilmoqchi edi? U menga qaydavatidi. U ablaqning ziyon tortish bilan azaldan xo'shi yo'q. O bizning Dago bozoriga kelganimizga ichida g'um saqlab kelyapti. O amal qilib mendan qusur topmoqchi. Voy! Chilloq so'zlang. Nima? 10 mashinaning hammasini tutib qoldik. Hammasini tutib qoldinglarmi? Yaxshi. Pol komandiri keldi. Men so'rab boqay. Pol komandiri, Jinsiy armiyasining 358-polkining 10 mashinasi Dago bozoriga ta'minot etmayapti ekan. Bizning odamlarimiz tutib qopti. Mashinada nimalar bor ekan? Voy! Pol komandiri mashinada nima bor ekan deb so'rayapti-da. Turing. Ma'qul. Pol komandiri, mashinada ko'kta cho'shq go'shi un bor ekan. Shuni so'rash ketamdi, hammasini yondirib kelsin. Voy! Pol komandiri hammasini yondirib kelsin deydi. Pol komandiri, Jinsiy armiyasiga qanday qiladi? Bu ularni ta'minot tursa. Uning bilan karim yo'q. Men ya ularni Dago bozoriga kelib mudofaa ko'ringlar demisam, och qolsa o'zining ishi. Oshpazlarga ayt, bugun kech sho'r pishimiz. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. O'rinda tur! Doklad başlaq. Aram bir kunlikli ozuqtilik qapti. Ta'minot to'shiydigan birodarlar tex kelmadi. Qanday qilamiz? Qanday qilamiz? 8-armiya bizni xuddi qafasga so'lgandek muhasirga irib olgan tursa, qanday kelalaydi? Ochliq yetkazganlar tugul uchar qushim kelamaydi. Bo'ldi ketaverib. Birodar, biz avval qo'l solsak, piyoda askarlar bosib chiqib ketalarmi? Bu mumkin emas. Bunda ham xiyolda bo'lmaganimiz tuzak. İş hamon hal bo'ladi, saqlab turaylik. Hozir ikki tarafdan boshliqlari suhbatlashyapti, texi. Bunaqa bir nima tegilib bo'lmaydi. O'nda so'q sananglar! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qarang. Doklad, Jinsiy armiyasi 358-polkga fan komandir kelibdi. Marhamat. Hop! Pol komandiri, kamdidar bo'lib ketdingiz. Fan komandir, qani, bu yoqqa o'tib o'tir. Marhamat. Pol komandiri. Shu pol komandiri meni sizga rahmatini yetkazib qo'yishga avatgan edi. Transport atrtimiz bulangchilikqa uchraganda pol komandiri yordam qo'lini so'ndi. Bo'lmasa, askarlarimiz qishda yelin qoladi emasmi? Ay, taalluqli ishqa o. Cho'poli komandir bak tuz qilib ketibdi. Biz degan do'st armiya tursak, o'zaro yordam bersak qanday bo'ladi? Qaras, yana bir ish.
Şu polk komandiri hiliqi bulangan moddiy eşyalarni qachon qaytarib beradi ekan, shuni so'rag'ach keling degan edi. Meningmi mush ishga beshim ketib turibdi. Nima ish bo'ldi? Mundaq ish. Men bir izot askarni o narsalarni sizlarga olib berishga avatmoqchi edim. Lekin Leyillongning rayonidan o'tganda narsalarni tutib kelib, odamlarimni la qo'yib beribdi. Men mush ish to'g'riliq onun bilan texi bayılib paranglashdim. Leyillongning moddiy eşyalarimizni tutib qilishga nima huquqi bor ekan? Bo'ldi. Açıqlanma. O'tiring. Lekin Leyillong o moddiy eşyalarning sizlarning ekanligini e'tirof qilg'ili unmayapti. O bu moddiy eşyalar yana ishkilik bo'libman deb turib o'lyapti. O'zingizmi bilasiz. Leyillong azaldan yo'lsiz odam. Bo'libmi ta'minot taqsimotida burundilla jiqroq olsam deb turdi. İşki qismimizda biz buni par mahkamchilik iddisi deymiz. Mush sababdan yuqoridagilar uni oz tanqidlamadi. Lekin bu solta qancha tarbiya bersimi bu xilni zahri o'zgartmadi. Polk komandiri, siz onunla aniq qilib, o moddiy eşyalarning 358 polkning ekanligini desangiz bo'ladi-ku. Onunga tushundirdim. O gapimga quloq solibmi qo'ymadi. Onun o'ziga tushliq asosi bor ekan. Men 358 polkni tonimayman. Seni tanıyman. Yeni ikkinchi polkning narsalarini tutib qolganimga iqror. Lekin bu narsalarning na'dan kelganligi bilan karim yo'q da'vatmanda. Qarama bu odamni. Onunga o'xshash yo'lsiz odam bilan boshliqlarning kari bo'lmaganligiga faqatla aqlim yetmaydi. Bizning boshliqlar uni doim tanqidlaydi. Lekin tanqidlashga to'g'ri kelsa, faqat uning tar mahkamchilik qilib, umumiylikni nazariga olmaganligini tanqidlik qilib bo'ladi. Onundan başqa onunga yalg'ili bo'ladi. Onun ustiga bu bizning 8-armiyaning ichki qismidagi ish. Do'st armiya bilan munosabatsiz. Men bu narsalarni bevosita Chuyun Fining qo'lidan tatib olmadim deb ching turilyapti. Polk komandiri, sizga shuni aniq deb qo'yay. Leyillongning bu ifodasi qasddan surkilish paydo qilib, yapon bosqinchilari taqabbul turishga buzg'unchilik qilganlik. Yan qo'mondonning qishig'i berib, uning ustidan arz qilamiz. To'g'ri. Bu sizlarning huquqinglar. Meningcha bo'lgandimi, bu adlaqni obdanroq puchug'dab qo'ymasa bo'lmaydi. Haqning narsasini bulab turib, yana yo'lsizlik qandoq bo'ladi? O texi menga misol keltirib, Ko'ngji, agar sening transport atrofingni alvastlar tutib qolsa, moddiy eşyalarını bulab ketsa, sen qanday qilasan? Sen yuqoriga ziyonni ma'lum qilishing kerak. Yuqoriga ma'lum qilsanglar, bu moddiy eşyanın sen bilan aloqasi qolmaydi. Agar ta'ling o'ngdan kelib, alvastlar bilan elishib, o narsalarni qaytarib olsang, o chog'da buni qanday hisoblaysan? Sen o'lchi qatorida yuqoriga doklad qilasan. O'xshash bir narsa bo'lgan bilan alvastlarning qo'li tekkan ekan, hisobi ikki xil bo'ladi. Mushu moddiy eşyalarni misol qilaylik. Shebovching 358-polkning moddiy eşyalarını buldi. Sen Shebovchingni muasiriga elib, o moddiy eşyalarni o'lja olding. Men Leyillong bu narsalarni tutib qoldim. Nima degan bilan, bu yanada Leyillong bilan Ko'ngji o'tirsidagi ish. Chuyun Fi bilan hech qanday aloqasi yo'q. Chunki o narsalarni men Chuyun Fining qo'lidan tatib olmadim demasman. Bu gapdek ilishib ketgachga anglaverib, meningmi beshim og'rib ketdi. Polk komandiri, sizningcha bu ishni qanday qilsak bo'ladi? Meningcha bunda qilaylik. Men Leyillong bilan davomli so'zlashay. Sizlarni odam avatib, uning bilan so'zlashmoqinglar. Leyillong bilan sizlarning shu polk komandiri yaqin do'st. Ham do'st armiya. Teshkil bo'lmaydigan nima bor? Shunday qilmoqdan boshqa amal yo'q deb qiladi. Polk komandiri, 1-batalyon bilan to'pchi askarlar batalyonining ishi aydin bo'ldi. Ular Leyillongning bir polk armiyaning qo'shavida qopdi. Telefon simi kesib o'tilibdi. Yo'lmi qamal qilinibdi. Avatgan xabarchilarimizni ular tutib qopdi. Ta'minotni avatkili bo'lmabdi. Leyillong Dago bozorga bir polk askarini o'rlashtiribdimi? Onda chiq askarini nada topqandi? Eglab baqdim. Bir yildan buyon Leyillongning mustaqil polki askar ko'paytib, odamini 7 mingdan oshiribdi. Gerçi hozir nomda bir polk atalsimi, lekin askariy kuchi 3 polk qiyitibdi. Kommunist partiyaning qo'shin zo'rati sur'atdi. Bakli qo'rqinchliqqa.
Hozircha Reyullongning qo'l silish maqsadi yo'q o'xshaydi. Uning maqsadi bizni Dago bozoridan siqib chiqarish ekan. Bu odam qo'polroq bo'lgani bilan nihoyatda silkan. Maqsadiga yetmaguncha bo'ldi qilmaydigan o'xshaydi. Surkilish paydo qilib, yapon bosqinchilariga qarshi turishga buzg'unchilik qildi degan qalpoqni kiygili unumg'iniga qaraganda intayin quv odam ekan. Ish bu darajaga yetgan bo'lsa, rostla bexudlik qilibdiq. Mening mijozim bo'yicha bo'lganda uning bilan rasopir tutishqim kelyotdi. Lekin hozirgi masala shuki, urushqin bo'lgan bilan urushamaymiz-da. Ikki batalyonimiz xalqning oldidagi go'sh bo'lib qoldi. Uning ustiga bugungi Li Yulong hargizmi tunugungi Li Yulong emas. Qo'lida necha ming askari, sarxil qurol-yarog'lar bor. Biz jang fursatini qo'ldan berib qo'ydik. Jang e'lon qilsak, 358-polk nachar ahvolga tushib qoladi. Bo'ldilar. O'zimizni azroq tutib olmasak, cho'ng ishga ta'sir etadi. Pol komandiri, demakchi bo'g'inimiz 1-batalyon bilan topchi askarlar batalyoni Dago bozorini Li Yulongga o'tinib bersin. lekin hozir chekinsin desakmi chekinolmaydi-da. Buyruqni Dago bozoridagi qo'shinimizga yetkazgili bo'lmayotsa. Bu qatam Li Yulong yangdi. Ishlamsiz. U meni kelamikin deb yo'limni qarab turdi.